بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. Hazrat Sufoloy rahimahullohning Sifatul Ozin kitoblaridan dars qilayotgandik. Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lishni o'tgandik. Oxirgi mavzumiz shu edi. Endi ana o'shanga bir hikoyat keltiradilar. Ya'ni qanday holatda bo'lmasak ham baribir Allohning rahmatidan umidimizni uzmaslikka bir hikoyat keltiradilar. Eshitgil fosiqi yondi gunohdan, pushaymon erdi ahvoli tabahdin. Eshitgil deyaptilar. Bir fosiqi degani fosiqlardan bir fosiq, o'zi juda gunohkor edi. Yondi gunohdan, kunlardan bir kuni gunohdan yondi. Ya'ni nima qildi? Afsuslandi. Pushaymon erdi ahvoli tabah. Tabah degani past ahvolidan, yomon ahvolidan. Tabahga pastkash ahvolga nisbatan aytiladi. O'zini eng razil, yomon holatidan nima bo'ldi? Pushaymon bo'ldi. Qilur erdi yomon nafsin malomat, gunohdin muddati erdi salomat. Ana. Qilur erdi yomon nafsin malomat. O'zini yomon nafsni malomat qilar edi. Va bir muddat o'sha gunohdan salomat bo'ldi. Ya'ni o'zini malomat qilib gunohdan bir qancha muddat o'zini tiyib yurdi. Yomon nafsi taqozo qildi yana, yomonlik orqasidan ketdi yana. Endi yomon nafsi yana ana qancha muddat o'tgandan keyin taqozo qildi yana. Yana deb birinchi yana adashib, ya'ni yonish deb keldik-ku. Oldindan ham ko'p o'tdi bu. Ya'ni yonib, ya'ni to'g'ri yo'ldan adashib, yana o'sha yomon ishlarni taqozo qilaverdi. Ya'ni yomon ishlarni talab qilaverdi. Yomonlik orqasidan ketdi yana. Yana keyin boyagi odam nima bo'ldi? Yomon ishlarni orqasidan ketdi, yomon amallarni qila boshladi yana. Sahar gohi uyondi ul gunohsoz, pushaymon bo'ldi qilg'on fe'lidan boz. Bo'lib erdi dil u joni bilanarm, va lekin qildi buzg'on ahdidan sharm. Sahargohi bir kun ertalab, ertalab, ya'ni kunlarni bir kuni ertalab uyg'ondi, ul gunohsoz deb gunoh qiluvchi. O'sha gunoh qiluvchi kishi uyg'ondi, pushaymon bo'ldi. Qilgan fe'lidan yana boz deb, yana o'sha qilgan fe'ldan yana pushaymon bo'ldi. Bo'lib erdi dilu joni bilan narm. Dilu joni bilan narm degani nima bo'ldi? Yumshadi. Ya'ni Alloh taologa nima bo'ldi? Yumshab ko'ngli eridi deymiz-ku. Ko'ngli eridi. Va lekin qildi buzg'on ahdidan sharm. Lekin boyagi birinchi boshida tavba qilib ahd bergandik endi. Boyagi buzgan ahdidan sharm qildi, uyaldi. Yo'q erdi zahrasi tavba qilurg'a, yaqin yetdi yuragi yorilurg'a. Ana. Yo'q erdi zahrasi, uni zahrasi, uni ori, uni or nomus deymiz-ku, uni or nomusi qayta yana tavba qilishga qo'ymadi. Zahrasi yo'q edi degani or nomus qo'ymadi. Endi yana, ya'ni buzdim, endi yana tavba qilamanmi? Yana buzaman-ku degan nimada nimasi zahrasi beti chidamadi deymiz-ku, nima qilmadi deymiz-ku. Yaqin yetdi. Yuragi yorilurg'a. Endi Alloh taologa qo'rqishdan yuragi yorilishga yaqin bo'ldi deyaptilar. Ya'ni yaqin yetdi degani yaqin bo'ldi. Yuragi yorilay dedi. Ya'ni Allohdan qo'rqib. Shu paytda nidoi keldi hotifdan o'shal hol, keyin boqma o'zingni ilgari sol. Ana. Nido keldi. Ana o'sha paytda deyaptilar, o'shal hol. O'sha holatda nido keldi hotifdan. Hotif degani ana o'sha g'oyibdan nido keldi. Tushunarlimi? Bu hotif degani o'zi gapiruvchisi yo'q, lekin ovoz eshitiladi. Bu Alloh taoloning o'sha bandalariga ba'zi narsalarni bildiradi mana shu hotif bilan. Nima deb nido keldi? Keyin boqma, sen orqangga qarama endi, qilgan ishlaringga qarama. O'zingni ilgari sol, balki o'zingizni ilgariga qarab yuring. Ya'ni oldinga qarab, yana tavbangni qilib, nima qil, Allohga taqarrubni o'yla deb nido keldi. Hamisha mag'firat daryosi darjo'sh. Dami obi o'shal daryodan etnosh. Yana nido davomida aytilyaptiki, hamisha mag'firat daryosi darjo'sh. Alloh taoloni mag'firat daryosidir jo'sh, ya'ni daryo, mag'firat daryosi hali ham nimada qaynab turibdi. Alloh taolo jo'sh degani boyaga qaynashga aytiladi. Tushunyapsizmi?
Dami obi o'shal daryodan et nush. Ana o'sha dami degani bir ho'plam degani. Bir ho'plam obi suv o'shal daryodan, o'sha daryodan et nush, ya'ni nush et degani bu yerga tatib ko'r. Jalya ichib ko'r deb nido keldi. Agar chandiki uzding ahdi basta necha tavba etib qilding shikasta. Ana yana davomida kelyaptiki, agar chandiki uzding ahdi basta. Basta degani bog'langan degani. Bog'langan ahdingni agar chandiki uzgan bo'lsang ham, necha tavba etib, necha marta tavba qilib qilding shikasta, ana o'sha tavbani sindirgan bo'lsang ham, shikasta deb sindirishga aytiladi. Sindirgan bo'lsang ham, dilu joning bilan chun aylading ana dilu joning bilan deb, ya'ni o'sha afsuslandingmi? Faqat chin qalbdan afsuslandingmi? Erur tavbang sening maqbuli dargoh. Mana shunaqa, ya'ni chin qalbdan chiqdimi, seni tavbang Alloh taoloning dargohida qabul bo'ladi deb nima keldi? Nido keldi. Eshitdi bul nidoni marhamatnok ana. Urib na'ra yoqasin ayladi chok ana. Eshitdi bul nidoni marhamatnok. Bu marhamatli, ya'ni marhamatli degani rahmatni umidini uyg'otuvchi bu nidoni eshitib, tushunyapsizlar-a? Marhamatnok degani masalan rahmnok deyiladi. Ya'ni bu nok, ya'ni o'sha ega ma'nosida keladi odatda. Ya'ni rahmatli demoqchi. Ya'ni rahmat, ya'ni rahm, ya'ni Alloh taolo mag'firat umidini nima qiluvchi, qo'zg'atuvchi. Mana bu nidoni eshitgach, urib nara urib, ya'ni ho'ngrab yig'lab, yoqasini ayladi chok, yoqasini yirtib nima qildi? Pushaymon bo'ldi. Ana o'zdan kechdi yu ujbu riyodin, xudoyim qildi oxir avliyodin. Ana bunaqa nima qildi? Pushaymon bo'ldi, ho'ngrab yig'ladi, yoqasini yirtib, o'zidan kechdi. O'zligini yo'qotdi-yu, ujbu riyo barchasidan kechdi. Ya'ni o'zini nima qildi? To'liq Alloh taologa baxshida qildi. Xudoyim ham oxir oqibat uni nima qildi? Avliyolardan qildi deyaptilar. Ya'ni mana qancha gunoh qilgan bo'lsa ham, lekin baribir Alloh taoloni rahmatidan umidni uzmasdan yana baribir Alloh taoloning roziligini topish imkoni borligini bizga bayon qildilar. Xo'p, endi davomini aytadilarki, tarahhum bandaga ko'pdir xudodan. Umid uzmak ravo ermas gadodin. Mana Alloh taolodan bandaga nisbatan tarahhum, ya'ni unga bandaga nisbatan mehr, nima? Lutf ko'rsatishlik juda ham ko'p. Alloh taolo ko'p mehr ko'rsatadi, lutf ko'rsatadi bandaga. Endi shunday ekan, umid uzmak ravo ermas gadodan. Endi xuddi gadoga o'xshatyaptilar. Ya'ni banda, ya'ni Alloh taolodan so'rovchida. Shuning uchun xuddi gado degani so'rovchi, tilovchi. Shuning uchun ya'ni gado nima? Umidini uzish yaxshi emas dedilar. Xo'p, endi yaqin bil garchi g'ofirdir Xudovand, anga ham bo'lma mag'rur ey xiradmand. O'tar deb yotmag'il qong'a uyanib lutfiga o'ltir suyanib. Yaqin bil, aniq bilingki, garchi g'ofirdir Xudovand, garchi Alloh taolo g'ofir bo'lsa ham, anga ham bo'lma mag'rur ey xiradmand, ey aqlli kishi, baribir Alloh taoloning g'ofirligiga ham nima bo'lmagan, mag'rur bo'lib qolmagan. Demak, nima qilish kerak? O'tar deb yotmag'il qong'a buyanib, ana o'tar, ya'ni Alloh taolo kechirar, mag'firat qiladi deb yotmagin. Qoniga buyanib, ya'ni gunoh qoniga, ma'siyat botqog'iga, qoniga botib buyanib yotmagin. Shunday ekan, nima qilgin? Uyanib lutfiga o'ltir suyanib. Uyanib degani uyg'onib, o'zingizni uyg'otib, solih amallarni qilib, keyin Alloh taoloning lutfiga suyanib o'ltiring debdilar. Tushunyapsizlarmi? Baytlarni ko'ryapsizlarmi? Ajoyibligini. Agarchi lutfi ko'pdir, qahri ham bor, boshing ham ko'kka yetsa, qulsan ey yor. Xo'p, aytiblarki, agarchi lutfi ko'pdir, Alloh taoloning lutfi ko'p bo'lsa ham baribir qahri ham bor-da Alloh taoloning.
Shuning uchun ham boshingiz ko'kka yetsa ham, osmonlarga yetsa ham baribir ey do'st, sen qulsan debdilar, baribir bandasan, shuning uchun unutma debdilar. Sening oldingdadir chandin xatardan, nechuk g'ofil bo'lursan xavf etardin. Ana seni bu dunyoda ya'ni yashashingda hali to ya'ni xotirjam bo'lib jannatga kirishinggacha chandon xatardan, ya'ni xatardan bir qanchasi bor hali oldingda dedilar. Chandon degani bir qancha degani. Sening oldingdadir chandon xatardan, nechuk g'ofil yurursan xavf etardin. Endi xavf qilishdan, qo'rqishdan nega g'ofil yuribsan dedilar. Ya'ni qo'rqmasdan nega buncha g'ofil yuribsiz dedilar. Oldingizda shuncha xatar bo'lsa. Xo'p, inoyat qilsa haq o'lgan zamoning, uzilsa nuri iymon birla joning. Javobi qabrni bersang chubihroq, qiyomat kunga qupsang yuzlaring oq. Ana inoyat qilsa haq o'lgan zamoning. Alloh taolo o'lgan paytingda inoyat ko'rsatsa, ya'ni o'zi nima qilsa, seni o'zi senga lutf ko'rsatib, nima qilsa, uzilsa nuri iymon birla joningiz. Ana iymon nuri bilan agar joningiz uziladigan bo'lsa, ya'ni bu Allohning inoyatida bu. Uziladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Shuni aytayaplarki, va yana javobi qabrni bersang chu behro. Agar javob qabrni javobini yaxshiroq beradigan bo'lsangiz, behroq degani yaxshiroq beradigan bo'lsak, chu degani vaqtiki zamon uchun keladi-da. Har vaqtki qabr javobini yaxshiroq bersangiz yoki agar ma'nosida ham keladi. Qiyomat kunga qo'psang yuzlaring oq. Ana qiyomat kunida qo'psangiz, ya'ni tursangiz, nima? Yuzlaringiz oppoq holatda tursangiz, yana davom etadi. Tarozuga og'ir kelsa savobing, agar o'ng ilginga kelsa kitobing. Tarozuga savobingiz og'ir kelib, o'ng ilgingiz, o'ng qo'lingizga kitobingiz, nomi amolingiz kelsa, yana davomi. Jahannam ustidan o'tsang salomat, behishti jovidon qilsa karomat. Ana jahannamning ustidan salomat o'tsangiz, ya'ni jahannamning ustida sirot ko'prigi, ana o'shandan xotirjam salomat o'tsangiz, behishti jovidon qilsa karomat. Behishti jovidon boqiy degani jovidon. Boqiy abadiy jannatni sizga nima qilsa, karam qilsa, ya'ni sizga ato qilsa, ana o'shanda nima bo'lish kerak? Bu Alloh taoloning inoyati demoqchilar. Bulardan o'tmayin ey odamizod, nechuk forig' bo'lursan xurram o'shod. Ana mana shu holatlar, bulardan o'tmayin, mana shu holatlardan o'tmay turib ey odamizod, qanday xotirjam forig' bo'lursan, qanday xotirjam, shod xurram, xursand bo'lib yuribsiz debdilar. Tushundingmi? Xo'p, jahon kulgi yer ermas dur ey qul, agar bilkul xatardan anglasang yoki otlasang ham deb keladi. Atlasang kul. Xo'p, qaranglar. Jahon kulgu yeri ermas dur ey qul. Aytayaplarki, bu dunyo kulgi joyi emas ey qul debdilar. Tushunyapsizmi? Agar bilkul xatardan otlasang kul. Agar bilkul hamma xatardan oshib o'tsangiz, otlasang degani, oshib, sakrab o'tsangiz, ya'ni hammasida xatarlarni yengib o'tsangiz, kul, endi kuling debdilar. Tushunarli? Bu dunyo kulishni o'rni emas, balki barcha xatardan o'tganingizdan keyin kulavering endi. Chunki keladi-ku o'zi Qur'ondagi, xursand bo'lib, nomi amoli o'ng qo'ldan kelgan odamlar xursand bo'lib, mana meni kitobimni o'qinglar deb xursand bo'lib nima qiladi-ku? Ana shunga ishora qilyaptilar. Anglasang desa chiqmay qoladi. Shunga to'g'ri nusxalarda otlasang deb keladi. O'tsang ma'nosida. Xo'p. Endi keyingi mavzumiz qazoga rozi bo'lib baloga sabr etmakni bayoni. Qazo qadarga, Alloh taoloning qadariga rozi bo'lib sabr qilishni bayonini keltiradilar. Kelay banda o'zingni sol Xudoga, qazoga rozi bo'l, sabr et baloga. Yaqin bil banda bo'lsa asli isming, Xudoning mulki bo'lsa jonu jisming. Aningdur molu mulku har na bori, nechuk qilsa o'zingni ixtiyori. Kelay banda deyaptilar. O'zingni sol Xudoga, o'zingizni
ishlaringizni barcha nimani Alloh taologa soling, topshiring. Qazoga rozi bo'l, sabr et baloga. Qazo qadarga rozi bo'ling-ku, Alloh taolodan keladigan musibatlarga sabr eting dedilar. Yaqin bil, aniq bilingki, banda bo'lsa asl isming. Aniq bilingki, agar ismingiz haqiqiy banda bo'lsa, Xudoning mulki bo'lsa joni jisming. Joni jisming hammasi aniq bilingki, bu nimaniki? Alloh taoloniki. Shuning uchun aningdur mol mulku va har nabori ana. Aningdur degan unikidir. Mol mulku har nabori. Mol mulk nima har nabori nimaiki bo'lsa hammasi Allohnikidir. Nachu qilsa o'zini ixtiyorini qanday qilsa ham bu Alloh taolo o'zini mulki xohlagandek nima qiladi, tasarruf qiladi deyaptilar. Tushundingmi? Buyun sung'il nachu kim qilsa farmon bo'lur mu bandada hujjat darmon. Kishi kim bo'lmasa rozi qazoga, agar sabr etmasa kelgan balog'a, agar shukr etmasa haq ne'matiga, qachon loyiq bo'lur banda otiga. Xo'p, buyun sung'il nechuk kim qilsa farmon. Alloh taolo qanday hamki buyursa farmon, buyursa ana shunda buyusungil. Bo'lurmi bandada hujjati darmon. Endi bandada hujjat unga, ya'ni Alloh taoloning buyrug'iga qarshi biron bir hujjat darmoni kuchi bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi deyaptilar. Kishi kim bo'lmasa rozi qazoga, kishi agar qazo qadarga rozi bo'lmasa, agar sabr etmasa kelgan baloga, agar shukr etmasa haq ne'matiga, qachon loyiq bo'lur banda otiga deyaptilar. Bandalik, qullik otiga nima bo'lmaydi? Ismiga loyiq bo'lmaydi. Xo'p, Xudoga har ishing qilsang havola, bo'lur jannat bu o'ltirgan qavola. Agar Xudoga hamma ishingizni havola qilsangiz, topshirsangiz, bo'lur jannat bu o'ltirgan qavola, bu o'tirgan qavolangiz. Qavola deb o'zi boyagi Risole Azizada, Hidoyat tolibinlarda nima keltiriladi? Boyagi kulbaga, xarob bir kulbaga keltirilsa, Hidoyat tolibinda boyagi mutlaq joy. Ya'ni bu o'tirgan joyingiz sizni nima bo'ladi? Sizni jannatingiz bo'ladi. Agar qazo qadarga rozi bo'lib Alloh taologa havola qilsangiz. Ko'ngilda qolmag'ay dunyo g'amidin, olursan bahra har o'tgan damingdin. Agar Alloh taologa havola qilsangiz, yana aytayaptilarki, ko'ngilingizda dunyo g'amidan bir zarra ham qolmaydi. Olursan bahra har o'tgan damin. Har bir o'tgan dam degan har bir o'tgan nafasingiz. Har bir o'tgan nafasingizdan nima olasiz? Bahra olasiz. Rohatlanasiz. Qayu qulga muyassar bo'lsa bu hol, agar og'u ichar bilgay ani bol. Qaysi qulga mana shu hol muyassar bo'lsa, ya'ni Alloh taoloning qadariga rozi bo'lsa, baloga sabr etsa, Alloh taologa barcha ishni havola etsa, mana shu ish muyassar bo'lsa, agar og'u ichar, og'u degani zahar. Agar zahar ichsa, bilgay ani bol. Uni nima deb biladi? Uni asal deb biladi. Bol deb asal, uni asal deb biladi. Tushunarlimi? Xo'p, nega? Chunki aslida ya'ni musibat, kulfat hammani boshiga xuddi zahardek keladi-da. Tushunyapsizmi? Xuddi yoqmaydi-da u. U xuddi zahar ichish kabi. Endi qazoga rozi bo'lib Allohga topshirgan bandashi, o'sha zahar u aslida. Lekin uni nima deb biladi? Uni asaldek qabul qilib, undan savob umid qiladi. Xudoni ganjidan bo'lsa bu yaxshi, rizoju qul ani ko'rmasmi yaxshi ana. Endi Xudoni ganjidan bo'lsa bu yaxshi ana. Bu endi Xudoni ganjidan bo'ladi. Ganj degani boyagi xazinasidan. Ya'ni bunaqa bandaga bunaqa narsa berilishi bu Xudoni nimasi xazinasidan. Mana shu yaxshi holat. Shunday ekan rizoju qul. Endi rizoju degani rozilikni qidiruvchi. Ju degani forsida qidirmoq degani. Rizoni, Alloh taoloning roziligini istaydigan, qidiradigan, izlaydigan banda qul. Ani ko'rmasmi yaxshi? Endi bunaqa holatni yaxshi ko'rmaydimi deyaptilar. Albatta Alloh taoloning roziligini istaydigan banda bu holatni yaxshi ko'radi deb aytmoqchilar. Xo'p, endi shu qazo va qadarga sabr etish, Alloh taologa barcha ishni topshirish mavzumizga bir hikoyat keltiradilar. Abdulloh Ansoriy
rahmatullohi alayhi hikoyasini keltiradilar. Bu zot Hirotda tug'ilganlar. 1006-milodiy 397-hijriyda tug'ilganlar. Buyuk ana o'sha sufiylardan Hanbali deyishadi. Imom Harakoniy bilasizlar, buyuk mutasavvif ulamolar bilan uchrashganlar, juda buyuk zotlardan. Shu zotni bir hikoyalarini keltiradilar. G'ulomi oldi Abdulloh Ansor, dedi ey qul otingni ayla izhor. Abdulloh Ansoriy kunlardan bir kuni bozorga chiqib bir qul oldilar. Dedi u kishiga endi qulga aytayaptilarki, ey qul otingni ayla izhor. Otingni ayt. Otingni izhor qil, ya'ni isming nima deb so'rayaptilar. Dedi ey xoja san qo'ysang qayu ot, mening otim o'shaldir ey nakuzot. U qul nima deyapti? Ey xoja, siz qaysi otni menga qo'ysangiz, qaysi ismni qo'ysangiz, meni ismim ana o'sha bo'ladi. Ey nakuzot, ey zoti pok deb aytayaptilar. Aytayapti, boyagi qul aytayapti. Yana so'rayaptilar Abdulloh Ansoriy. Dedi ey qul, suyarsan qaysi xo'rok? Dedi sandan na teksa behdur ey pok. Yana so'rayaptilarki, ey qul, suyarsan qaysi xo'rok, qaysi ovqat, qaysi ovqatni yaxshi ko'rasan deb so'rayaptilar. Qul aytayaptiki, dedi sandan na teksa, sizdan nima yetsa menga, nima teksa, nimani bersangiz, behdur behdur ey pok deyapti, ana o'sha menga yaxshiroq. Nimaniki bersangiz menga ana o'sha yaxshiroq. Shundaylar, beh degani yaxshi. Dedi qaysi kiyim ko'nglingda marg'ub? Dedi san qaysini bersang o'shal xo'p. Ana aytdiki, endi yana so'rayaptilarki, ko'nglingda qaysi kiyim yoqadi? Marg'ub degani qaysi kiyim ko'ngling o'shanga moyil, rag'bat qiladi desa, qul aytayaptiki, siz qaysini bersangiz ana o'sha yaxshiroq. Ana o'sha xo'p degani ham ana o'sha ma'qul, ana o'sha yaxshi. Yana so'rayaptilar. Dedi ey qul nadur kasbingu koring? Dedi har qaysi bo'lsa ixtiyoring. Yana so'rayaptilarki, ey qul, kasb va koring nima o'zi, nima qo'lingdan keladi desa, bu nimaga ixtiyoringiz nima bo'lsa, men shuni qilaman deyapti. Yana so'rayaptilar. Dedi bori qilur san qay hunardan oqizdi ashkinul qul chashmi tardin. Dedi ey yaxshilarning shahriyori, bulurmu qul deganni ixtiyori. Yana so'rayaptilarki, bori qilursan qay hunardan, qaysi hunarni bari degani bori, ya'ni yaxshiroq, ustunroq qilasan, qaysi hunarni yaxshiroq bajarasan deb so'raganda, oqizdi ashkinul qul chashmi tardin. Tar degan hul ko'zidan, ya'ni ko'z yosh bilan ho'l bo'lgan ko'zdan ashk degani ko'z yoshni to'kdi boyagi qulu. Aytdiki, dedi ey yaxshilarni shahriyori, ey yaxshi kishilarni nimasi boshlig'i, yaxshi kishilar yashaydigan shaharni nimasi meri, unda yoganda, ya'ni shaharni hokimi degan ma'noda endi so'z aytyapman. Ey yaxshilarni yaxshisi ma'nosida deymiz. Ana bo'lurmi qul deganni ixtiyori, ana qul deganni o'z ixtiyori bo'ladimi deb aytyapti. Agar amr aylasang har qaysi yuzga, nadur choram buyun sunmoqdan o'zga. Agar har qaysi yuzga, qaysi tarafga meni buyursangiz, nadur choram, meni choram nima? Buysunmoqdan o'zga meni choram nima? Bari buysunaman deyapti. Eshitdi xoja ul qulni so'zini, yiqildi yerga urdi ham o'zini. Xoja Abdulloh Ansoriy bu qulni bu gapini eshitib, nima qildilar? Bu gapni eshitganda yiqilib o'zlarini yerga urdilar. Yoqasin chok etib der erdi anda. Ey Abdulloh, ko'ring bu fe'li banda. O'zingni sol Xudoga juzu qildin, tariqi bandalik o'rgan bu quldan. Ana u zot yoqalarini yirtib chok etib aytardiki, bu kishi o'sha paytda aytardilarki, ey Abdulloh, o'zlariga o'zlari aytadilar, ey Abdulloh, ko'ring bu fe'li banda, mana bandani, mana haqiqiy bandani fe'lini ko'ring. O'zingni sol Xudoga juzu qildin. Shunday ekan, o'zingizni juzu qil bo'ldi. Barcha narsada nimaga ishlaringizni Alloh taologa soling, topshiring. Tariqi bandalik o'rgan bu qildin. Ana bandalikni yo'lini, haqiqiy bandalik qanday bo'lishi, mana shu quldan o'rgan deb o'zlariga nima qilyaptilar, xitob qilyaptilar.
Tushundikmi? Bizni nusxalarimizda keyingi mavzu mav'iza deb keltiriladi. Boshqa nusxalarda faqirlarni haqir ko'rmamak bayoni deyiladi. Ya'ni faqirlarni past sanamaslik. Tushunarlimi? Xo'p. Kelay nozir musulmon bo'lsa har yor, nazar qilma haqorat birla zinhor. Ey nozir, ey u yoq bu yoqqa qarab, u ishini nazoratini qiluvchi, ishini oldini ko'ruvchi ey kishi, musulmon bo'lsa har yor, har bir kishi, har yor degani har bir do'sting, har bir yor, har bir kishi agar musulmon bo'lsa, nazar qilma haqorat birla zinhor. Zinhor unga haqirlik, ya'ni unga past nazar bilan qarama deyapti. Musulmonmikan, unga nima qilmagan? Past nazar bilan qaramagan. Xo'p, faqirni bilmakam dunyo elidan hadisi keldi payg'ambar tilidan. Faqirni, kambag'alni dunyo elidan, dunyo odamlardan kam deb bilma. Past nazar bilan qaramang, uni past deb bilmang. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tillaridan bir hadis kelgan deyaptilar. U qaysi desa, dedi al faqru fakhri, ya'ni ul shoh, nechuk ortiq ko'rarsan, hashmatu joh ana. Dedi, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, al faqru fakhri, kambag'allik meni faxrim deganlar. To'g'ri, endi bu hadis san'atlari borasida hatto mavzu ham, ya'ni to'qima hadis ham deyishadi. Mulla Ali Qori mavzuot kitoblarida ham keltiradilar buni. Lekin bu hadisdan boshqa o'zi faqirlikni, ya'ni faqirlar ana hisob kitobi oxiratda oson bo'lishi, ya'ni ularni jannatga tez kirishlari borasida hadislar, sahih hadislar bor bilamiz. Ya'ni faqirlikni ana o'sha fazliga ana o'sha hadislar ham o'zi kifoya. Tushundingmi? Endi bu hadis, bu endi so'zlik nima, xalqning orasida ko'p tarqalganligi uchun, juda mashhur bo'lgani uchun bu keltirilgan. Tushunarlimi? Xo'p, ul shoh, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kambag'allik meni faxrim deganlar. Nechuk ortiq ko'rarsan hashmatu joh. Endi shunday payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb turibdilarmi? Qanday ham siz hashamatni-yu, joh obro'li kishilarni qanday ham endi yaxshi ko'rasiz faqirdan deyaptilar. Tushundingmi? Xo'p, amaldur yaxshi qullarning kamoli, vara'dur hashmatu johu jaloli. Amal hisoblanadi, yaxshi qullarning kamoloti uni qilgan yaxshi amallari bilan deyaptilar. Tushundingmi? Vara taqvo hisoblanadi, u kishini hashamati-yu, obro'si-yu, jaloli, buyukligi ana uni nimasi? Taqvosidir deyaptilar. Xo'p, emas dunyosi bo'lg'on birla mahbub, hisobi oxirat kam bo'lg'oni xo'p. Ana emas dunyosi bo'lg'on. Dunyosi bo'lgan bilan baribir bu dunyosi bor kishi mahbub bo'lmaydi, suyukli bo'lmaydi. Shuning uchun ham hisobi oxirat kam bo'lgani xo'p. Ya'ni oxiratni hisob kitobi kamroq bo'lgani, osonroq bo'lgani yaxshida. Endi u tabiiyki puli kam bo'lsa, hisobi ham nima bo'ladi? Kamroq bo'ladi. Agar beh bo'lsa bo'lg'an bir lamoli, ki qorun bo'lg'ayirdi ahli holi. Ana qaranglar, agar beh bo'lsa bo'lg'on bir lamoli, agar moli ko'p bo'lishi bilan ana shu odam agar yaxshi odam bo'lganda deyaptilar. Ki qorun bo'lg'ayirdi ahli holi. Mana bu o'sha o'z zamonasini ahli hol endi deyaptilar. Endi juda qadrli kishilarning eng yaxshisi kim bo'lardi? Qorun bo'lardi deyaptilar. Tushundingmi? Agar bu tafovut, bu nima? Mol bilan hisoblangan deb. Men yana bitta o'qiyman. Agar beh bo'lsa bo'lg'on birla moli. Tushunyapsizmi? Agar moli bo'lish bilan ana o'sha beh bo'lsa, ya'ni yaxshi bo'lsa edi, qorun nima bo'lardi? Ahli hol, ya'ni haqiqiy ana o'sha yerda Alloh taoloning qurbatiga yaqin nima bo'lgan, hol topgan kishilardan bo'lardi. Ya'ni qurbat topgan kishilardan bo'ladi. Xo'p, quvondi necha kun dunyo uyiga, yubordi moli birla yer quyiga. Endi Qorun nima qildi? Bir necha kun dunyo uyiga nima qildi? Quvondi, xursand bo'ldi.
Qasas surasida keladi batafsil. Yubordi moli birla yer quyiga. Demak, Alloh taolo moli-yu, dunyosi-yu, hovlisi hammasi bilan nima qildi? Yer ostiga, yer quyiga, ya'ni yer ostiga nima qildi? Yubordi Alloh taolo. Yerni yuttirdi-da. Qaraymiz. Agar dunyosi yo'qdin bo'lsa, xor Muhammadga Bilol o'lmas edi yor. Agar dunyosi yo'qdin bo'lsa xor. Agar dunyosi bo'lmaganligi uchun kishi xor bo'lganda edi, Muhammadga Bilol o'lmas edi yor. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Bilol radhiyallohu anhu nima bo'lmasdilar? Sahobiy do'st bo'lmasdilar. Tushunyapsizmi? Muhammad kim? Nabiylarga edi toj, ato qildi Xudo ul kecha Miroj. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamki, payg'ambarlarning toji edilar. U zotga Alloh taolo nima qildi? Ul kecha, ya'ni Miroj kechasi u zotga Mirojni nima qildi? Ato qildi, nasib qildi. Davomi kelyapti. Maqomi sidrag'a yetdi u banda, Bilol na'lini sovti keldi anda. Boyagi hadisga ishora qilyaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'sha Mirojga borib kelgandan keyin Bilol roziyallohu anhu aytadilarki, men o'sha jannatda sizni oyoq qovushingizni nimasini shtir-shtirini ovozini eshitdim dedilar. Nima amalingiz bor? O'zi nima umid qilinadigan amalingiz bor deb so'raganda, keyin u zot men biron holatda tahorat qilmayman, ya'ni qaysi holatda tahorat qilsam illo albatta ana o'sha tahoratimga nima qilaman, tahoratim bilan namoz o'qiyman deb aytganlar. Bo'lmasa mana shuni sabab ekan deb aytadilar. Xo'p. Ana maqomi sidrag'a yetdi u banda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sidratul Muntaho maqomiga yetganlarida Bilol na'lini savti keldi anda. Ana u zotga Bilol radhiyallohu anhuni qovushlarining ovozi keldi. Xo'p. Balovu foqaga sabr etgan inson diyonat mulkida dur mardi maydon. Baloga, foqa, kambag'allikka sabr etgan inson dini diyonat mulkida mardi maydonlardan bo'ladi. Haqiqiy pahlavonlardan. Ya'ni haqiqiy nimalardan? Avliyolardan bo'ladi. Agar chandiki bo'lsang bebizoat, Sulaymonsan agar qilsang qanoat. Agarchi bebizoat. Bizoat deb pulga aytiladi. Agarchi mol dunyoyingiz bo'lmasa ham, agar qanoat qiladigan bo'lsangiz, siz Sulaymonsiz. Chunki Sulaymon alayhisalomda ham podshohlik u ham nubuvat jamlanganda. Tushunyapsiz-a? Ikkovi jamlangan. Bu zotdan boya hech kim bo'lmaganda. Chunki barcha hayvonlar, qushlar, jinlar, ins hammasini podshosi bo'lganlar. Bilamiz-ku endi bu qanoat haqida gap ketadi endi. Qanoatdir ko'ngillarning safosi, qanoat barcha illatni davosi. Tushunyapsiz-a? Ko'ngillarning safosi bu qanoat, rostdan ham shunaqa. Kishida qanoat bo'lmasa, u rostdan ham hech qachon to'ymaydi. Qanoat bu barcha illatlarning, kasalliklarning davosidir. Qanoat kim? Tabib bi har kasaldir, qanoat ahliga og'u asaldir. Qanoat kim? Bu o'zi hamma kasalni tabibi hisoblanadi. Qanoat ahliga, qanoatli kishiga og'u, zahar, bu asaldek bo'ladi. Boyaga aytganimizdek. Ya'ni qanoat qiladi-da bu. Aslida kambag'allik hammaga achchiq narsa. Kambag'allikdan hamma qo'rqadi. Chunki Alloh taolo ham aytadiki, shayton sizlarni kambag'allik bilan qo'rqitadi. O'shani ham kambag'allik insonga barchaga zahardek yoqimsiz. Qanoat qiladigan bo'lsa-chi, ana o'sha zahar nima bo'ladi? Unga asaldek bo'ladi. Tushunyapsizmi? Xo'p, birovning hukmi yetsa sharqdan g'arb, birovning boshiga mo'ri qilur harb. Ajal jallodi ko'ksin aylaga chok, bo'lur har ikkalasi ko'rmagan dog deyaptilar. Xo'p, birovni hukmi, endi birovni, bir kishini hukmi, podshohligi sharqdan g'arbgacha borgan bo'lsa, yer yuziga podshoh bo'lgan bo'lsa, endi birovning boshiga mo'ri qilur har, birovning boshiga kelib bitta chumoli ham nima qilyapti? Unga qarshi urushyapti. Ya'ni bittasi juda aziz, bittasi juda xorki, hattoki chumoli ham unga qarshi turyapti.
Tushunyapmiz ha? Shunday, ya'ni ikki xil odamda, bittasi juda ham aziz, bittasi ham juda xor odam bo'lsa, ajal jallodi ko'ksini aylagach, ikkovini ham ajal kelib ko'ksini yorgach, ya'ni ajal kelib uni ruhini olgach, bo'lur har ikkalasi ko'rmagandek. Har ikkalasi ham bu dunyoni nimasini, ne'matini ham, u azizligini ham, xorligini ham ko'rmagandek bo'lib qoladi. Hammasi birdek bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, birovni nuqra va tillosi mo'l-mo'l, birov ko'rgani yo'q umrida bir pul. Muni muflis dema, tongla ani boy. Xo'p, bo'lur har qaysiga zeri lahat joy debdilar. Ana, birovni nuqrasi va tillosi mo'l-mo'l. Birovni tilloyu nuqra deb kumushi mo'l-mo'l bo'lsa ham, ya'ni ko'p bo'lsa, birov ko'rgani yo'q umrida bir pul. Birini moli mo'l, ikkinchisi umrida bir chaqa pulni ko'rmagan. Aytyaplarki, buni muflis dema, bunisini muflis dema, ya'ni muflis deb boyagi hech vaqosiz demang. Tongla ani boy, qiyomat kunida buni boy demang-ku, buni nima demang? Boy demang. Buni boy demang, buni nima? Kambag'al, faqir demang. Nega? Aytyaplarki, bo'lur har qaysiga zeri lahat joy. Chunki har qaysisiga ham shu lahat, ya'ni tuproqning ostida joy bo'ladi. Bir xil, ya'ni o'sha sovuq tuproqda, qorong'u joyda yotadi. Zer tagi degan. Xo'p, birov o'tkardi umrin aysh ila fosh, birov totg'oni yo'q, og'zi to'la osh. Ajal jon achchig'in ko'rsatgach andak, bo'lur har ikkalasi ko'rmagandak. Qaranglar. Birov o'tkardi umrin aysh ila fosh. Bir kishi umrini aysh va ishrat bilan fosh degan ochiq qoida nima qildi? O'tkazdi. Tushundingmi? Birov totg'oni yo'q, og'zi to'la osh. Birov esa og'ziga to'la, ya'ni nima yetmagan, to'yib osh yemagan, ovqat yemagan. Ko'ryapsizmi? Ikki xil inson. Ajal jon achchig'in ko'rsatgach andak. Endi ajal unga achchig'ini andak degan ozgina ko'rsatgach, bu ikkoviga ham bo'lur har ikkalasi ko'rmagandek. Ikkovi ham nima bo'ladi? Na ne'matni, na azobni, na kambag'allik hech narsani ko'rmagandek bir xil bo'lib qoladi. Tushundingmi? Xo'p, birovda bo'lsa doim mehnat u dard, birovning kulfati bo'lmasa bir gard. Alar bo'lsa o'limni mubtalosi, bo'lur hech ko'rmagandek ikkalasi. Birovda bo'lsa doim mehnat u dard. Bir kishida nima? Doimiy mehnat, doimiy mashaqqat, dard va alam bor. Birovni kulfati bo'lmasa bir gard degani bir zarracha. Birovda nima bo'lmasa, kulfat bo'lmasa. Ya'ni ikki xil inson bu ham. Endi alar bo'lsa o'limning mubtalosi. Agar ular o'limga mubtalo bo'lsa, ya'ni o'lim vaqti kelganda endi bo'lur hech ko'rmagandek ikkalasi. Ikkalasi ham hech narsa ko'rmagandek bo'lib turadi. Ya'ni uni mashaqqatini, uni achchig'ini totgandan keyin na ne'matni ko'rgandek bo'ladi, na azobni ko'rgandek bo'ladi. Tushundingmi? Endi aytayaplarki, nega bunday desa, g'araz har qayda ey farzand odam, yema hargiz o'tar dunyo uchun g'am. Maqsad shuki deyaptilar, har qayerda bo'lsangiz ham ey farzand odam, hargiz bu o'tar dunyoni g'amini yemang deb aytayaptilar. Xo'p, keyingi mavzuda sufaloyor xiyonatdan yiroq bo'lib, diyonatli bo'lmoqni bayon qiladilar. Xiyonatdan uzoq bo'lish kerak va diyonatli bo'lish kerak. Kerak kamol etsang diyonat. Ey komil kishi, agar diyonatingizni agar mukammal qilmoqchi bo'lsangiz, kishiga qilmag'il hargiz xiyonat. Kishiga hargiz xiyonat qilmang debdilar. Qarang endi. O'zi xiyonat nimalarda bo'ladi, shuni bayon qiladilar. Xiyonat kim kelur qo'ldan va ko'zdan, oyoqdan, uzvi pinhondan va so'zdan. Xiyonat nimalarda bo'lishi mumkin? Insonning qo'lidan, ko'zidan xiyonat bo'ladi, oyog'i,
o'zi pinhon degani yashirin a'zo, ya'ni o'sha farjlardan boyagi avratda bo'ladi va so'z. Nimada bo'ladi? Tilda, so'zlarda ham bo'ladi. Buni bilgay jami odamizod, emas hojatki bir aylasam yod. Buni hamma biladi. Buni bir hammasini aytishim shart emas. Ya'ni hamma biladiki, qo'lni nimasi, xiyonati nima? Harom narsani ushlashlik. Ko'zni nimasi? Nomahramga, harom joyga qarashlik. Oyoqniki, borishlik harom joylarga. Endi boyagi a'zolarniki esa avrat a'zolar o'sha zino qilishlik. So'z ham nima? Yolg'on, bo'xton, g'iybat, chaqimchilik, hammasi bu nima bo'ladi? Bu xiyonat bo'ladi. Xiyonat kim erur paydo ko'ngildan, buni angla diyonat berma qo'ldan. Endi qaranglar, undan ham jiddiyroq narsa. Xiyonat kim erur paydo ko'ngildan. Xiyonat agar deyaptilar, ko'ngilda paydo bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni a'zolaringiz yo'q, lekin ko'nglingiz nimadandir, ya'ni islomdandir yoki dindandir, Allohdandir, nabiydandir, nima ko'nglingiz g'ash, ya'ni nimangiz bor, ko'nglingizda g'ashligingiz bor, xiyonatingiz bor. Buni anglab, buni yaxshi anglangki, diyonat berma qo'ldan. Buni yaxshi anglangki, bu oxir oqibat agar buni nima davosini topmasangiz, diyonatingizni berasiz. Diningiz ketib qolishi mumkin buni xiyonatga. Tushunarlimi? Qalbni ishi yomon, nifoq, munofiqlik yomon narsa. Bu narsa qalbda bo'ladi-da. Shuning uchun bekorga Alloh taolo qiyomatda faqatgina sog'lom qalb bilan, biqolbin salim kelgan kishigina najot topadi deb bekorga aytmagan. Alloh hammamizni salomat qalbli kishilardan qilsin. Xo'p, nakim tushsa ko'ngilga yo ko'zingga ravo ko'rmasang ul ishni o'zingga, ravo ko'rsang musulmoni g'aoni, buni derlar xiyonatni yomoni. Nakim tushsa ko'ngilga yo ko'zingga, ko'nglingga yoki ko'zingga nimadir tushsa, nimadir kelsa, ko'nglingga nimadir kelsa, ravo ko'rmasang ul ishni o'zingga, u ishni o'zingizga ravo ko'rmasangiz. Lekin ravo ko'rsang musulmoni g'aoni, boshqa musulmon birodaringizga uni ravo ko'rsangiz, buni derlar xiyonatni yomoni. Buni xiyonatning eng yomoni deb aytishadi. Tushunarli? O'zingizga ravo ko'rmaganni birovga ravo ko'rsangiz. Tushundingmi? Yomonlikda bu tabiiyki. Xo'p, qayo ishga rizo bo'lsang ko'ngilda, agarchi qilmasang bo'lding u yo'lda. Qaranglar. Xo'p, erur isyon rizosi, chunki isyon kebil shar'a muxolifdir bu ey jon. Qayo ishga rizo bo'lsang ko'ngilda, qaysi ishga siz ko'nglingizdan rozi bo'lsangiz, agarchi qilmasang bo'lding u yo'lda. Agarchi qilmagan bo'lsangiz, lekin ana o'sha yo'lda bo'lsangiz, ya'ni ko'nglingiz o'shanga rozi qilmoqchi bo'lib niyat qilib tursangiz, erur isyon, bu baribir isyon bo'ladi. Shuni aytyapman, erur isyon rizosi, chunki isyon. Chunki isyonga rozi bo'lishlik ham, gunohga rozi bo'lish ham bu gunoh. Bu davomida boshqa nusxalarda boyagi kufrga rozi bo'lish kufr deyiladi. Ya'ni bunda keltirilmagan. Aytyaptiki, kibil. Chunki bilingki, shar'a muxolifdir bu jon. Bu deyaptilar, bu ish shariatga xilofdir. Ey jondek aziz deb nima qilyaptilar, xitob qilyaptilar. Ya'ni isyonga rozi bo'lish ham bu shariatga ziddir deyaptilar. Qayo qulni muningdek bo'lsa holi, budur beshak musulmonlik. Pastga tushdigan. Xo'p, musulmon o'g'lini ko'rsang ko'zingdek, zararda nafda bilsang o'zingdek. Musulmon birodarni, musulmon o'g'lini xuddi o'zingizni ko'zingizdek ko'rsangiz, ya'ni ko'zingiz qanday aziz, shunday deb bilsangiz. Zararda nafda bilsang o'zingdek. Ya'ni zararda va nafda xuddi o'zingizdek bir xil nima qilsangiz ko'rsangiz. Ya'ni nima sizga zarar etsa, unga ham xohlamasangiz, nima foyda bo'lsa, unga ham nima qilsangiz, bermoqchi bo'lsangiz, elsangiz. Qayo qulni muningdek bo'lsa holi, qaysidir kishini qulni mana holati mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, budur beshak musulmonlik kamoli. Mana shu shak shubhasiz musulmonlikning kamoli ham mana shunda deyaptilar. Agar chandiki bo'lsa shubhai kam, ravo ko'rsang ani, o'z nafsinga ham ravo ko'rma musulmoni g'azinhor, agar bersang banogah ayla izhor. Agar chandiki bo'lsa shubhai kam, agar chandiki bir narsada ozgina shubha bor.
Ravo ko'rsang, ya'ni o'z nafsingga ham, hattoki siz uni o'zingizga ham, o'z nafsingizga ham ravo ko'rasiz. Lekin deyaptilar, ravo ko'rma musulmoniy qizinxon, lekin uni boshqa musulmonga hargiz nima qilmagin, ravo ko'rma. Agar bersang banogah, agar to'satdan berib qolsangiz-chi. Ayla izhor buni aytib qo'ying, qilgan ishingizni, shunaqa narsa ekanligini aytib qo'ying deyaptilar. Nega desa, mana bayon qiladilarki, xususan bermagil taqvolik erga, mug'ilon sepmagil rayhonli yerga. Xususan bunaqa, ya'ni ozgina bo'lsa ham shubha aralashgan narsani taqvoli kishiga bermang dedilar. Tushunarlimi? Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Mug'ilon sepmagil rayhonli yerga. Rayhonli yerga mug'ilon deb o'sha cho'lda o'sadigan tikonli daraxt. Tikonli daraxtni urug'ini rayhon o'sib chiqqan joyga nima sepmang, ya'ni uni urug'ini u yerda o'stirmang. Ya'ni rayhon bu xuddi o'sha taqvodorning taqvosi, boyaga shubha aralashgan boyaga tikon deb o'xshatilyapti. Tushundingmi? Xo'p, aytiblar, taqiyning ko'nglidir doru siyona, siyonat xonag'a qilma xiyonat. Chunki taqiyning, taqvodorning ko'nglidir siyonat, ya'ni saqlash nimasi maskani. Tushunarli? Saqlash, ya'ni Alloh taoloni roziligini, muhabbatini saqlaydigan maskanda bu taqvodorning ko'ngli. Shuning uchun siyonat xonag'a qilma xiyonat. Bunaqa maskanga nima qilmang, xiyonat qilmang. Tushunarlimi? Chunki u qalbida Allohning muhabbati, Allohning roziligini nima qilyaptimi? Siz nima qildingiz? Ozgina shubha bersangiz, endi u siyonatlikka qolmaydi endi. Tushunarlimi? Agar topilsa ne'mat oldig'a soch, vagar bo'lmasa og'zing uzr ila och. Agar boyaga taqvodor kishini oldi ne'matingiz, ya'ni halol, pokdan topgan ne'matingiz bo'lsa, oldiga soching. Agar bo'lmasa esa uyalmang, shubhani qo'ymang, balki uzr og'zingizni uzr ila oching. Ya'ni uzr, menda hech narsam yo'q edi deb nima qiling, ochiqchasiga uzr ayting deyaptilar. Unga haromni yedirmang. Qaranglarki, agar 1000 xalta bersang, xalti ko'p zar, senga andin nechuk sud ey birodar. Agar 1000 xalta bersang, xalti ko'p. Xalti, ikkinchi xalti voyaga aralashuv, ya'ni shubha aralashgani ko'p bo'lgan 1000 qop. Birinchi xalta qop. Birinchi 1000 qop oltin bersang ham, qaranglar. Agar 1000 xalta 1000 qop bersang, xalti ko'p zar, ya'ni xalta, ya'ni shubha aralashgani, ko'p shubha aralashgan oltin, kumush 1000 qop bersangiz ham, senga andin nechuk sud ey birodar. Undan sizga hech qanday foyda yo'q ey birodar deyaptilar. Tushundingmi? Endi agar bersang ariqdan qatray ol. Agar oddiy mana, ya'ni hech qanday pul turmaydigan shu ariqdan shunday olib, bir qatra suv bersangiz, ya'ni halol, pok. Endi erur chandon savob ey gavharinob. Ey gavharinob, ey dur, gavhar, ya'ni noyob dur deyaptilar. Mana shu qanchalar savobli ish bo'ladi deyaptilar. Kishiga bersa kim moli haromi, umid etsa savob ul mardi omi. Bo'lur fosiq umid etgan ul inson, bilib olib duo qilgan ham ul on. Qaranglar. Kishiga bersa kim moli haromi? Kimdir birovga o'sha harom molni bersa, umid etsa savob ul mardomi. O'sha bergan avom kishi, omma kishi boyga bergan harom narsasidan yana savob ham umid qilsa. Bo'lur fosiq umid etgan ul inson. O'sha savob umid qilgan kishi nima bo'ladi? Fosiq bo'ladi. Yana qaranglar. Bilib turib uni haromligini olib, va duo qilgan ham ul on. O'sha kishi ham nima bo'ladi endi? Ana o'sha ham fosiq bo'ladi dedilar. Shuning uchun mana fiqh kitoblarimizda ham hamma joyda keladi, ya'ni boyaga harom narsani, tabiiyki nopok narsani sadaqa qilishga buyuriladi. Tushunarlimi? U sadaqa-ku, bu savob umid qilinadi, yo'q, savob umid qilmaydi. Balki tezroq qutulish nima qilinadi? Tezroq men mana shuni mas'uliyatdan qutulay degan narsa niyat qilinadi. Tushunarlimi? Xo'p, qaraymiz.
xiyonatni biri ham bo'ldi mavsuf. Bilib qilmasa har kim amri ma'ruf. Ana xiyonatni biri ham bo'ldi mavsuf. Ana xiyonatni biri quyidagicha sifatlanadi debdilar. Xiyonatni biri ham bo'ldi mavsuf. Xiyonatlarning biri quyidagicha, mana quyidagicha sifatda keladi. U qaysi desa, bilib qilmasa har kim amri ma'ruf. Bilib turib kishi amri ma'ruf qilmasa. Bu ham xiyonatni bir turi demoqchilar. Xiyonatga xiyonat deb sifatlanadi bu ham. Ana vagar nahy etmasa munkar ishini xiyonatlik digil andoq kishini. Ana vagar munkar ishdan ham nahy qilmasa bunday ishni, bunday kishini bu xiyonatli kishi deb ayting deyaptilar. Xo'p, endi o'xshatadilar. Birov yo'l bilmayin yuzlansa cho'lga, bilib gar solmasang san yaxshi yo'lga. Qayu insof erur qaysi diyonat, erur andoq ulug' buxlu di xiyonat. Tushunyapsizlar-a? Birovni yo'l bilmayin, birov yo'l bilmayin yuzlansa cho'lga. Birov nima bo'ldi? Yo'lni bilmasdan cho'lga qarab ketyapti. Bilib gar solmasang, siz bilib turibsiz cho'lga chiqib ketayotganini. Ana o'shani to'g'ri yo'lga solmasangiz, yaxshi yo'lga, to'g'ri yo'lga solmasangiz, endi bu qanday insof u, qaysi diyonat bo'ladi bu? Erur andoq ulug', bu qilgan ishingiz eng katta baxillik va eng katta xiyonat bo'ladi debdilar. Tushundingmi? Agar oldingda tifli bo'lsa nogah, ana agar oldingizda to'satdan bir yosh bola kelib qoldi, yonar o'tga tusharin bilsang ogah, siz aniq uni yonayotgan olovga tushishini aniq bilsangiz, uzatmas bo'lsang anda dasti altof, nachuk bo'lg'ay musulmonlikda insof. Ana agar shuni uni o'tga tushib ketishini aniq ogoh bo'lib bilsangiz, unga lutf qo'lini uzatmasangiz, ya'ni dasti altof degani lutf qo'lini unga uzatmasangiz, nachuk bo'lg'ay musulmonlikda insof. Endi musulmonlik qanday insof bo'ladi? Bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi deyaptilar. Xo'p, jami bandai mo'min sarosar erurmiz bir-birimizga birodar. Sarosar degani barcha mo'min banda bir-birimizga nimamiz? Birodarmiz. Birov chiqsa tariqi oxiratdan, o'gursa yuz maqomi mag'firatdan. Agar ko'rsatmasa yo'l ko'rgan inson, baxillik mundan o'tmas, ey musulmon deyaptilar. Ana birov chiqsa tariqi oxiratdan, birov oxirat tariqidan, ya'ni shariat yo'lidan, oxiratda savob oladigan yo'ldan chiqsa, o'gursa yuz maqomi mag'firatdan, ya'ni mag'firat yo'lidan, taqvo yo'lidan, shariat, islom yo'lidan nima qilsa, yuz o'gursa. Agar ko'rsatmasa yo'l ko'rgan inson, yo'lni ko'radigan inson, ya'ni haqiqatda to'g'ri shariatni to'g'ri biladigan inson yo'l ko'rsatmasa, baxillik bundan o'tmas. Ey musulmon dedilar, baxillik o'zi bundan o'tmaydi. Tushunarlimi? Endi yo'l ko'rsatdingiz, aytdingiz, nasihat qildingiz, olmadi. Nima qilinadi desa, sanayg'on so'ngra tuz bo'lmasa holi, o'zini bo'yniga bo'lg'ay vaboli. Ana sanayg'on so'ngra, siz aytgandan so'ngra tuz bo'lmasa holi, uni holati tuzuk bo'lmasa, ya'ni holati yaxshilanmasa, o'zini bo'yniga bo'ladi, o'zini gunohi, vaboli, uni o'zini bo'yniga bo'ladi. Sizni zimmangizdan soqit bo'ladi. Siz amr ma'ruf farzni bajargan bo'lasiz. Ochib dursan birodarlikni bobin, topib san amr ma'rufni savobin. Ana siz birodarlikni eshigini, mana unga amr ma'ruf qilish bilan nima qilgan bo'lasiz? Birodarligingiz eshigini ochib, vazifangizni bajargan bo'lasiz va yana amr ma'ruf qilganingizni savobini ham olgan bo'lasiz. Güzel-ya? Agar kelmasa qo'ldan yo tilingdan, yomon bil ul ishin jonu dilingdan. Ana agarchi qo'lingizdan kelmasa yoki qo'lingizdan kelmasa yo tilingizdan uni qaytarish kelmasa, hech yo jonu dilingizdan u ishni yomon deb biling deyaptilar. Bu o'sha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ishora. Kim boyagi munkar ishni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. Agar unga qodir bo'lsa, tili bilan, agar undan qodir bo'lmasa, hech yo
dili bilan, qalbi bilan yomon ko'rsa, bu eng iymondan zaifi deganlar. Allohu alam bissavob.